Assalomu bugungi masalamiz Harshad Namir degan masala ekan. Mes kategoriyaga kiradi. Xo'p, uni yechishni boshlaymiz. Bu masala sharti shundan iboratki, birorta son o'zini raqamlar yig'indisiga bo'linsa, ana shu Harshad Namir deyil ekan. Harshad Namir deyil ekan. Biza o'sha yig'indisini topishimiz kerak. X son beriladi va o'shani raqamlar yig'indisini topib, o'sha x qaytarishimiz kerak. Agar Harshad Namir bo'lsa, ya'ni bo'linsa, aks holda -1 qaytarishimiz kerak. Demak, men misol ham bergan. 18 18 raqamlar yig'indisi 1 bilan 9, 1 bilan 8, xullas raqamlari 1 bilan 8, raqamlar yig'indisi bo'lsa 9. 18 9 ga bo'linadi. Qoldiqsiz bo'linadi, ya'ni. Shuning uchun o'sha raqamlar yig'indisini qaytaryapti. Demak, buni avval birinchi yechib olamiz. Xo'p. Bizda x berilgan, x barobar 18 tursin. Tekshirib ko'rish uchun. Xo'p. 1 minut. Int x barobar 18. Endi yig'indini topa olishimiz uchun sum degan o'zgaruvchi ochamiz. 0 bo'lsin boshida. Xo'p, 18 da raqamlar yig'indisini birinchi topa olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga for loop operatoridan foydalanamiz. Int i teng x dan boshlasin. Xo'p, qachongacha? I ni oldan katta bo'lgangacha davom etsin va i ni i ga o'zlashtirsin. I bo'lingan 10 ni. I bo'lingan 10 desak hozir double tipida olib qo'yadi. Shuning uchun o'zi xatolar beryapti. Biz double tipida emas, int tipida olishimiz uchun bunaqa belgiyadan foydalanamiz. Shunda masalan i 18 bo'lsa, 18 ni 10 ga bo'lib 1.8 deb olmaydi, 1 deb olib ketadi. Bizga mana shunisi kerak. Xo'p. Endi sum degan o'zgaruvchiga hozir bu for nima qilib beradi? 18 dan boshlaydi, 0 gacha davom etadi. 18 10 ga bo'lgandan keyin 1 deb shunday har bitta bu xona 10lik, 100lik, 1000lik degan xonalar bo'lar ekan. Ana shuni har biriga kirish imkoniyatini beradi. Endi shu for ichida sumga qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi. Ana shu i ni 10 ga qoldiqli bo'lsak, oxirgi raqamini olib beradi. Ana shu 18 da oxirgi raqami 8. Mana shunday qilib olib beradi. Mana shu orqali sumni topa olamiz, raqamlar yig'indisini topa olamizda. Demak, print qilib ko'rsak buni qanaqa bo'ladi? Sumni print qilib ko'ramiz. 9 chiqyapti. Demak, to'g'ri chiqyapti. 18 da raqamlarning yig'indisi 9. Xohlagan raqamimizni berib ko'ramiz. To'g'ri ishlayaptimi yo'qmi? 1 2 3 qo'shsak 6 bo'ladi, to'g'ri. 7 13 chiqishi kerak. To'g'ri. Demak, to'g'ri ishlayapti. Demak, logikamiz tayyor bo'ldi. Endi buni ko'chiramiz. Xo'p, bu yerdan chiqqandan keyin agar deymiz, if x qoldiqsiz bo'linsa sumga return sumni qaytarsin. Bizda sum qaytarsin degani-ku 9 ni. Aks holda bunaqa yozilmaydi birinchidan. Nega bunaqa yozyapman? Return -1. Adashmasam bo'ldi. Run qilib ko'rsak, Tesladan o'tib ekanmi yo'qmi, shuni tekshirib ko'rsak. Ana xato javob beryapti.
-1 qaytarib qo'yapti. Nimaga bunaqa bo'lyapti? X da bunday deb olib qo'yibmiz-ku. Bizada funksiyani argument sifatida o'zi x keladi. Biz o'zimiz test qilish uchun olgan x'imiz qolib ketibdi. Xo'p. Demak, testdan o'tdi. Submitni bosamiz. Katta ehtimol qabul qilishi kerak. Qabul qildi. Demak, hech qanday muammo yo'q. Bo'ldi.